farzandlarni o'zini otasini ustiga bo'lgan haqqi. Birinchi haqqi, birodarlar, Umar ibn Xattobning so'zi, farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashligingiz. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning oldiga bir kishi o'zini farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ya Amirul Mu'minin" dedi. Otalarni farzandlarning ustida haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarning ustida haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey Amirul Mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas. Meni onam zinji, ya'ni majusi bo'lgan. Ismimni esa Ju'l deb qo'ygan. Qo'ng'iz ati, hasharot ati. Allohning kitobidan biron narsani o'rgatmagan. Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan" dedi. Umar ibn Xattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lgan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat